Bak aldırışa yakında. Ne iş kılatsa? İşler yaxşı, nima ish qilyapsa desang, shu yo'lovchilar aeroplani-ku. Nanxan, Qayxan deydigan. Ha, kuch edi. Nima demoqsa? Ya, uçqucha emas. Endi shu aeroplan qo'zilib bo'lgandan keyin yo'lovchilarga bir narsalarni taqdimiz-ku. Küçük. Ayrojigit. Tezlab kelganjasa. Ha, yo'q, aerojigit emas. Bo'lapmish tovding sangdagilarga RG taqdimiz degan, ha? Hiç arjini sen işlep çıkırsa da. Ha, yo'q. Shu RG taqatganda bir suluya xalta bilan birga taqdimiz. Suluyor kaltın sen işlep çıkırsa. Ha, yo'q, diqqat qilsang, shu suluya xaltaning tubida RG deb bir xat bor ekan, ha? Aşı xatni suluyor kaltın üstüne sen başsa. Voy yo'q. Ash RG degan xatni sinchilab qarasang, zitisini, loyihasini shunda aqsa qilgan degan, ha? Ha, Allah yani sen kıran zetininki. Ha, yo'q, uni men qilmagan. Endi mushu loyihalik uchun keyin bir o'g'li bor degan, ha? Sen şu aş oğlu. Yo'q, men emas. Shu o'g'li yaqinda shu bir zavod quradigan, latyo ishlab chiqargan. Ha, maşum var mı? Şimşimlat yok. Ha, zavodni sen kurgan. Yo'q, ash zavodning yenida qiypash o'rnida bir oshxona bor degan, ha? Küçük. Yo'q, ash oshxona kirib boqqan bo'lsang, bilsa bir qo'rim bor. Gulirana deb saydansiga diqqat qilsam, bu odatda odam yemaydi. Ha, aş korumunu korugan daştı sen şu. Yo'q, ash Gulirana deb deyilayotgan Rana bilan men bir dashoda bilgan degan, ha? Bu dashoda bir tozalik ishchisi bor-da, Qodir Abdu deydigan. Bu Qodir Abduning bir eti bor. Men ash Qodir Abduning etining taqsig'i muhriman. Hatırınızdan cem kılıp yediğin açık. Şimşimlat yoksa. Neyse bu. Haqli.